Xo'p, ishlarim bog'laza elektrika ishlarimiz tugadi. Mayda chuyda nimalar qolmagan bo'lsa, atak ishlarimiz почти tugadi. Hozir bitani beramiz. Ishlatib o'taman. Xo'p, hali kelmagan. Xo'p, bizda panel bor. Panelni yoqamiz. Inverterimiz o'rnida. Inverter o'zini yoqamiz. Tester bilan tekshirib chiqdim, sопротивление, hech qanaqa qarshiligi yo'q, korotkий zamgani yo'q. Mana 230 volt topib chiqishni boshladi. Pitani beramiz va svetlarni o'chiramiz. Svetlarimiz hammasi yondi. İşledi. So'nggi kirganishi bilan ishladi. Освещение. Bular розеточный. Hop, kirish, bunga pitание berish, inverterga, inverterdan qaytish, solnechniy panel. Uni oq kabellarni qo'yida qolgan qora kabelni kesib tashlayman, boyagi puli chatirlarga oq kabelni tashlayman. Qolgan hammasiga oq kabel tashlayman. Korobkagacha shunday kesib bo'l. Korobkaga tashlayman, kesib olaman, Shunday. tashlayman. Shunday. Xo'p. Ishlarimiz davom etadi. Endi hozir kamerani kabellarga shtikerlarini qo'yib, xapimiz bor, xapni uстановка qilib, shu yerda yopamiz va ostagina kameramiz bor, shuni uстановка qilib olishimiz kerak. Xudo xolasa. Mana bu yerda mana smart televizorimiz bor va interaktivniy doskamiz bor. 86 diametrli, что ли. Va mana bu yerda mana konditsionerimiz bor. Artel. Mana shuni ham uстановка qilishimiz kerak. Bunday olayotganda hali ish ko'p. Xullas do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, ishlarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Sog'lik, salomatlikda uchrashguncha.